ya'ni Keyserovani voy bo'ldi, tabiiy tug'ruq faqat to'g'ri, Keyserova bu noto'g'ri degan narsa yo'q. Bu hayotda nima bo'lsa Xudo yaratganda, hech qanaqa yomon yoki yaxshi degan narsa yo'q. Faqatgina o'rinli ishlatish bor. Ya'ni siz agar sog'lig'ingizda sabab bo'lmasa, to o'rinli tabiiy tug'ruqni tanlash. Agar sog'lig'ingizda qanaqadir ham jiddiy sabab bo'lsa, Keyserova uchun to Keyserovani tanlash kerak. Ya'ni ikkalasiga minnatdorchilik. Prosta bir xil ayollar shunaqa yopishib oladiki, faqat tabiiy tug'ruq. Bilasiz, nimaga yopishsak o'sha narsani itarib qo'yamizda. Yo'q, men tabiiy tug'ruqqa loyiqman, tabiiy tug'ruqni tanlayman, shu uchun harakat qilaman, o'z ustimda ishlayman, jarapan kurslarda o'qiyman. Lekin Allohim, Xudoyim, san nima joyiz topsang, qaysi biri xayrli bo'lsa, o'shani bergin. Agar tabiiy tug'ruq xayrli bo'lsa, o'shani bergin. Prosta rostdan ham qanaqadir ham sabab, qaysidir hikmat uchun, qaysidir yaxshilik uchun siz uchun Keyserovani etib qolsa etib qol. O'shaqa kelsa, masalan, men ham birinchi tug'ruqimda periduralka qilinganda, unaqa katta sabab bo'lmaganda, faqat davleniyam ozgina baland bo'lgan, men rosa asabiylashganman, qo'rqib ketganman, panikaga tushib qolganman. Birinchi marta borganimda vrachga, panikaga, qo'rquvga tushsa, shunaqa davleniya ko'tarib ketadi. Aytgan, davleniya katta bo'lsa, periduralka qila qolamiz deganda, chunki ishonmaganman kuchimga. Balki shuning uchun ham, balki bu ham hikmat bordir. Xudo o'sha periduralkani ham Xudo yaratgan. Uni ham o'zini, to есть yaxshi yomon narsa yo'q-da bu hayotda. Hammasini Xudo yaratgan. Faqatgina siz Keyserova tabiiylikdan ichidan o'zingizga mosini tanlab olishingiz kerak. Endi periduralka kecha gapirdik o'sha haqida. Periduralkaning zararlari haqida. Bugun ham ozgina to'xtaldim unga. Tabiiy tug'ruqni nimasi zo'r? Bola endi bu bo'yicha ham zo'r bilimlar o'rganganman-da. Bola mana shu o'zi yorib chiqadi-da yo'llar. Bilasiz-a? Bola boshi bilan yo'lni ochadi, bu hayotidagi birinchi maqsadi bo'ladi, o'sha maqsadiga erishadi. Bilasizlar? O'sha maqsadiga erishish, u chiqadi, победитель, то есть u nur ko'radi, o'sha nurga qarab intiladi yo'lingizdan. Bunaqa bolalar rosalig'a maqsadli, maqsadiga xotirjam, sabrda yetishadigan farzandlar. Endi bu psixologik bilimlar. Mana shunaqa deb o'qiganman. To есть Keyserova deganda albatta maqsadsiz bolalar demoqchi emasman. Uni ham o'zining kuchli taraflari bordir. Lekin bekorga emas-da. Qarang, bolaga birinchi kunidan уже sinov berildi. Birinchi kunidan Xudo unga уже sinov berdi, chunki u rosa katta harakat qiladi. Tug'ruq paytida bu nafaqat siz uchun mehnat, birinchi navbatda farzandingiz uchun mehnat, chunki u butkul yo'lni o'zi ochadi, butkul yo'ldan o'zi yuradida. Shuning uchun bolamizga biz farzandimizga yordam berishimiz kerak. Tak, savol bormi Keyserova bilan tabiiy tug'ruq bo'yicha? Men ichmayman, Elivit birinchi farzandimda bilimsizlikdan ichganman. Mana birinchi farzandda ko'p bilimsizlik qilganman, ko'p o'ziga borganman, qo'rqib ketganman. Voy bolam ko'p qilmillayapti deb, yana o'ziga borganman. Nimasi zo'r? Meni Lazzat tug'ruq kursimda o'sha 8 darslik homiladorlik borda. Homiladorlik xotirjam o'tadi, chunki eng katta qo'rquvlaringizga hammasiga yechim berganman. Ko'p pullaringiz saqlanib qoladi. Masalan, bitta o'ziga necha pul turadi hozir o'zinglar, qizlar? 150 ming, 200 ming bo'lsa kerak, частный klinikada. Shuning uchun men kursimni 100 barobar o'zini pulini oqlaydi deb rosaligam uyalmasdan reklama qilaman. Chunki men, sizlar bilmaysizlar-da, o'qiganinglardan keyin bilasizlar, voy, rostdan ham yaxshi ham o'qiman deysizlar. Hozircha yo'q deb ayashinglar mumkin. Farzand, kecha bitta qiz aytdi, har nevropatologga boryapman tug'ruqimdan keyin gipoksiya bo'lib qoldi, noto'g'ri tuqqanimga 2,5 yosh, har oy 200 mingdan prosta nevropatolog o'ziga ketadi deyapti-da. Undan tashqari dorilar rosa qimmat deydi nevropatolog. Shuning uchun kursiz вообще arzon ekan deb hayron qoldi. Chunki уже o'qib chiqdi-da u kursimni. Intensiv tarifini. Вообще arzon berib qo'yibsiz, chunki prosta tushunisholmayapti homiladorlar. Prosta eshitib ko'rgandan keyin, voy, yaxshi ham olibman, shuncha kelajakda, masalan, o'ylang,
1,200,000ga 3tagina ko'ynak olasa, mana 3ta 4ta. To'g'rimi? Lekin u ko'ynaklarni bir yildan keyin уже eskirgan, уже o'zingizga unaqa yoqmay qoladi, yangi xohlab qolasiz. Yoki bilmayman 2 haftalik ovqatlarga ketadi. Siz 1,200,000 to'lab, necha yillik farzandingizni nevropatologlarga, boshqa doktorlarga borishini, o'zingizni necha yillik umringizda mazza qilib yashab yuraman bu bilimlar bilan. Shuning uchun ham kim xohlasa qo'shilsin kursimga. Atigi 2 kun qoldi, 2 kundan keyin yopiladi. Keyin bilmayman qachon o'taman, to'g'risi. Chunki o'sha birinchidan 1 oy mehnat qilib keyin dam olishim kerak bo'ladi, keyin yangi kursni kutishyapti ko'pchilik tabiiy saqlanishni. O'shanga rosa talablar kuchli. Tabrik. Tak, 37 haftalikman. Men har hafta tushganman 5 oylikkacha. Ana ko'rdinglarmi? Har hafta o'zidan bola o'zini zarari bor, u ham to'lqin. Uni faqatgina qaysidir momentlarda tushish mumkin. Именно majburiy tushadigan momentlar bo'ladi. O'shanda ko'rdingizmi, qancha bu mayli pul ketgan har oy o'ziga. 10 ta o'zingizni pulini ekonom qiladi. 10 marta vrachga borganingiz уже 2 million, 5 million bo'lib ketaveryapti-da. Shuning uchun qizlar umuman qimmat emas. O'zingizga ayamanglar deyman. Chunki siz bu pulni ertaga har xil mayda chudlar ketib qoladi-da. Men bu kiyim ham unaqa zo'r rohat baxshlik bermaydi. Bizning sog'lig'imiz, energiyamiz va farzandimizning injiqmasligi o'sha narsa bizga asl lazzat bera oladi. Va men har hafta tushganman. Menda ham bola katta dedi, 4500 tug'ilgan. Tak, homiladorlikda nima qilish kerak, qanaqa dorilar ichish kerak? Mana shu lazzat to'g'ri kursida o'rgatganman. Hozir prosta уже faqatgina tabiiylik va kesarov haqida savollar bersanglar, ertaga yana boshqa temani gaplashamiz, chunki hozir vaqtim ziqro. Katta qizim kutib turibdi-da, ketamiz hozir. Ko'proq suyuqlik ichish kerak ekan, limon choy, tovuq sho'r va shamollab qolganda bitta ginekolog aytganda, liboy shamollash bu tozalanish, ko'p suyuqlik iching. Vakuumda tortib olishdi. Sizda prosta vakuumda tortib olish, bola bilasa qiynaladi vakuumda. Travma oladi. Nimaga vakuumda tortib oladi? Chunki ayollar bilimi yo'q. O'sha nima bo'layotgan, qanaqa tutish, o'zini qanaqa tutishni bilmaydimi? Mana vakuumdan qanaqa asoratlar bor? Ayting, yozing, nimalarni davolatib, necha pul ketdi. Qaranglar, vakuumda nimaga tortib oladi? Chunki ayol o'zi nima qilishi kerakligini bilmayapti, o'ziga ulanmaganda. 4 kilo 500 ham bemalol o'zi tug'a oladi. Men 4 kilo 150 tuqqanman, ikkinchi farzandim ham katta tug'ilgan. Bitta o'zim doktorlarsiz tug'ilganman, chunki menda bemalol bilardim o'zimni qanaqa tutish kerakligini, xotirjamligim bor edi, qo'rquvlarim yo'q edi. Shuning uchun ham bolani umuman qiyinchiliksiz chiqara olganman. Agar ayol kishi o'zini yo'qotib qo'yadi, bolani ichiga kirgizib yuboradi yoki ichida siqib qo'yadi, shunaqa ayollarni vakuumda tortib olishga majbur vrachlar. Chunki ayollar juda ham anaqa panikyor, bilasa, emotsiyaga berilib ketadi. Aman именно такой уверенный, xotirjam, o'zingizni kuchingizga ulanishga yordam beraman. Gano vitaminlari tabiiy deb eshitganman, Iroda. Zreniya past bo'lsa, kesar va qilgan ma'qulman. Agar siz zreniya nimaga pastlikda mumkin emas, chunki ayol qo'rqib ketganidan va o'sha to'lg'oq paytida hamma yog'ini chirmashib qattiq qilib oladi-da. Va o'zini bo'sh tutmaydi va ko'zlaridagi kapillarlar ham yorilib ketadi, bilasizlarmi? Varikozlar chiqib ketadi. Bu eng ko'p rostdan ham tug'ruq payti bir tarafdan oddiy oson bo'lsa, bir tarafdan esa juda ham opasniy payt, chunki ayol imенно shaytondan deydi, qo'rquvda juda ko'p xatolar qiladi. Imенно agar siz o'zingizni qo'rquvlaringiz bilan ishlasangiz, xotirjam bo'lib, tug'ruqqa xursand bo'lib, xotirjam bo'lib, bilimlar bilan borsangiz, ko'zlaringiz yorilmaydi. Chunki siz ko'zlaringiz yoriladigan darajada hech qanaqa mamnaqa qilmaysiz. Spokойно, sakinatda tug'a olasiz. Chunki sizda уже har bitta qadamda nima bo'lishini, qanaqa o'z tutishingizni biladigan bilimlar bo'ladi. Shuning uchun lazzatli tug'ruq kursi juda ham kuchli kurs.
homiladorlikda ginekolog o'zi jo'natadi, o'zi skrining doppler. Ularga tushsam ham shart emasmi? Yo'q, majburiy jo'natishlar bo'ladi-yu, 2 martami o'zi shunaqasi bor. Adashmasam 2 ta yoki 3 ta. Prosta ayollar har oy tushadi. Qo'rqqanidan bolam yuragi urmay qoldi, bolam unaqa bo'lib qoldi. Savollarga oxirida javob berasiz, mavzuga qayting. Mavzuni tugatdim, prinsipi. Ozgina sozgina gapiraman, faqat savollar bo'lsa, kesir va tabiiy tug'ruq bo'yicha yozinglar. Manda juda ham qo'rquv qattiq, to'lg'oq paytida u 100 barobar kuchayadi. Variko'zlarni chiqib ketganligi uchun doktorlar kesir qilamiz deyishyapti. 8 haftaligimiz egizak ekan, hali vaqtimiz bor deb o'ylayman. Kesir bilan emas, o'zim tug'ishga tayyorlanishim mumkinmi? Da, mumkin. Bemalol mumkin. Agar Nariza hozirdan bilim olishni boshlasangiz, to siz mana tanangizni bo'sh qo'yib xotirjam tug'asiz-ku, hech qatingiz yorilmaydi. Chunki tana har doim напряжениyadan yorilib ketadi. Bizani ayollik organimiz bilan yuzimiz chambarchas bog'liqda. Biz bu yoqni qattiq qilganimiz sari bu yoq naprigatsiya qiladi. Pastki qismlarimizga aman bo'sh qo'yishni o'rgataman. Shuning uchun ham tim более tug'ruqingiz bosh ekan, homiladorligingizda ham xotirjam, juda ham yengil o'tkazasiz. Butun 9 oy davomida foydalanasiz bu bilimni. Ishi tuqqaningizdan keyin foydalanasiz, sizga xizmat qiladi. Shuning uchun agar tabiiy tug'ruqqa tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, sizni kutaman. Russi ko'payib ketdi, qizlarma, ulgurmayapman o'qishga. Mana Tomaris, man -5 zreniya bilan o'zim tug'dim. Mazza tug'ruq kursida o'qiganman va bu kursda o'qiganimdan juda minnatdorman. Keling, sizni onlayn gapirib bering, chunki bu yerda past zreniyaliklar rosa ko'p. Siz kursdan o'zingizni o'ziflaringizni aytsangiz bo'ladi. Eski mijozim kirib qolibdilar efirga. Hozir sizga ochib beraman mikrofonni, siz topolsam. Ko'rdinglar, -5 zreniya bilan o'zi tabiiy tuqqan, chunki kursim imенно mana shunaqa keyin yillar davomida davolatib yurasizda. Bu 1.200.000 ekonom qilaman deb, undan 10 barobar ketib qoladi. Kerak emas dorilarga, kerak emas doktorlarga. Topolmayapman sizni Tomaris, Tomaris degan ismlari esimda qolgani uchun men sizni topolmayapman Tomariska. Hozir mana topdim. Валя, разрешите говорить. Mana kursim o'quvchisi. Gapiring, Tomaris. Gapiringiz kelsa. Ochdim mikrofoningizni. Assalomu alaykum, Diyor opa, yaxshimisiz? Salom, qalaysiz? Mana -5 bilan tabiiy kursimdan o'qib, o'zi tuqqan qiz. Ha. Nima deb ayta olasiz? Shu kursimni tavsiya qilasizmi? Shu homiladorlarga ayashmasinmi o'ziga pul? Ayting. Men bu kursda o'qiganda o'zimdan juda minnatdorman va sizdan ham juda minnatdorman. Men 7 oylik homiladorlik paytimda bu sizni kurslaringiz menga keldi. Men o'zimga sovg'a qilganimda o'zimdan juda minnatdorman. Bu kurs umuman bebaho, o'zini $1000 arzigulik kursda. Masalan, men -5 zreniya bilan o'zim полностью tug'dim va hozir tug'ganimdan keyin даже zreniyam ham yaxshilashdi-da. Necha bo'lgan bilmayman, lekin boshqa nima, tug'masimdan oldingiga qaraganda ham yaxshiroq ko'rishni boshladim. Bolam 3 kg 600 tug'ildi, bez razriv. O'zim 3,5 soat ichida tug'dim va 4,5 palets ochilganda raddomga bordim-da. Bu hammasi ana shu kursda o'qiganimdan keyin ham razriv olmadingiz, siz ham? Razriv olmadim. Bolamni ham siqib qo'yganim yo'q. Keyin tug'ilgandan keyin boshini, yuragini nima uzi qilishdi, hammasi toza, bosh siqilmagan. Juda minnatdorman-da siz kurslaringizdan. Undan keyingi tug'ruqdan keyingi tiklanish kursida ham o'qidim. Keyin uziga ham borib tushdim. Uzi nima hayron-da doktor. Voy, sizda shamollash ham yo'q ekan, deyapti. Juda katta rezultat oldim-da men.
Молодец. Tabrik. Qarang, mana shu nima deb o'ylaysiz? Shu kurs necha million pulingizni ekonom qildi deb o'ylayapsiz? Endi aytyapsiz-ku, razriv ham yo'q, farzandingiz ham soppa-sog'. Hamma bolalar bilasiz, nevropatologga borishadi-da, chunki gematoma bilan tug'iladi, siqib qo'yilganda, ezib qo'yilganda. Manimcha, bebaho. Bebaho. Bebahoda. Da. Zo'r. Rahmat. Minnatdorman sizdan. Da, Uchratganimdan sizni juda minnatdorman. nima deb tavsiya qilgan bo'lardingiz shu ayollarga, qimmat qilyapti kurs degan ayollarga nima degan bo'lardingiz? Umuman qimmat emasda, bu pulni bolangiz uchun, kelajakda uni sog'lom rivojlanishi uchun, sog'lom bo'lishi uchun umuman arzimagan pulda bu. So'z til ojiz bo'lyaptiman hozir hayajonimdan. Da, nima his qilyapman sizni hayajoningizni. Qizingizni qo'lchasini rasmimi bu? Anaqada. Voy, asalim. Jifaston ko'p ichgan bo'lsa, dardni his qilmaydi. Da, shunaqa. Всё, rahmat, Tomariz. Men rosa katta kuch berdingiz-da, chunki zreniyasi past qizlar so'rashadi-da. Tabiiy, men aytaman, agar kursimda o'qisangiz, bemalol tuqsangiz bo'ladi. Agar prosta o'qisangiz emas, sidqi dildan o'qisangiz. Chunki bir xillar o'ylaydi, kurs meni hayotimda xudo kurs emas-da. Kurs sizga sababchi bo'ladi, lekin u kursiz siz hayotingizda qo'llaysiz. Shuning uchun mehnatkash, mazza qilib menga ixlosi borlarni kutaman. Уже tabiiy ravishda kursim taqdimoti ham boshlanib ketdi. Har kuni kursim taqdimoti bo'lyapti. Birinchi foydali ma'lumotdan keyin kursim taqdimoti bo'lyapti. Shuning uchun ham gipoksiya qancha vaqtda tuzalib ketadi? Butun umr ham bu bilan davolanishingiz mumkin. Eng asosiy 2 yil davomida asosiy lecheniya bo'ladi, chunki kichkinalikda osonroq lechitsa qilinadi-da, osonroq tuzaladi. No, masalan, hozir bugun bitta qiz bilan gaplashdim-da, aytayapti, meni mijozim, u ham hozir kursim intensivini bitirdi. Aytadi, "Jarpo, men 2,5 yosh, haliyam injiq, haliyam bolamga biza yo'q deyolmaymiz, chunki yig'lasa anaqa bo'lib qoladi. Epilepsiyagacha borishi mumkin", deyapti-da. Chunki o'sha tug'ruqqa 2 yildan beri o'sha nevropatologga har oy qatnadik debdi. Shuning uchun ham lучше men bu tavsiya qilardim. Shu ayollar, bilmayman, maktab darajasida maktabga qanaqa qarasa, xuddi shunaqa tug'ruqqa tayyorlanish kerak ayollar. Agar, to'g'ri, men xudo emasman, xudo biladi-da, kimga kerak, kimdirga balki sinov berish kerakdir shu qiyin tug'ruq orqali. Chunki kimdir o'sha sinov orqali xulosalarga keladi. Shuning uchun meni haqqim yo'q-da aralashishga. Men faqatgina tayyorman berishga, lekin kim kelishi kelmasligini xudo hal qilsin deyman. Spiral qo'ydiraman deb ginekologga boruvdim, lekin razrivni ipi hali ham tushmabdi. Kursimga kelinglar, razrivlarsiz tug'ish uchun. Shunaqa ginekologlarga borib, iplarini to'g'irlatib, bir nimalarga ketmaydi energiyalar. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Menga adminlar bog'lanishsin, kursga qo'shilmoqchiman, Nargiza. Sizni kutaman, tabriklayman. O'zingiz uchun, farzandingizga shuni sovg'a qilganligimga juda ham xursandman. Tak, narxlarni aniq yozib qoldiring. Lekin rosa ko'p beraman deb, rosa tepaga ko'tarilib ketyapti kanalda. Tinmay charchasa, toliqsa nima qilish kerak? Uni sababini topishingiz kerak. Tinmay charchash, toliqishi sababi qaysidir vitamin yetmayotgan bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, juda ham katta bosim bo'lishi mumkin, psixologik o'zingizga nisbatan talab. Ikkinchidan, uchinchidan, dam olmayotgan bo'lishingiz mumkin, miyangiz dam olmayotgan, postoyan o'ylashi mumkin. Sabablari rosa katta, ko'p. Men yaqinda tug'dim, juda ko'p razriv bilan. Diyor opa, keyingi tug'ruqni qachongacha maslahat berasiz? Men farzandim 2 yoshni ukasi bilan kutishini xohlagandim. Shoshilyapsizmi keyingi tug'ruqqa? Masalan, ayollar polni tiklanishiga kamida 2 yil ketadi. Kursingizga qatnashmoqchiman, lekin essiz qimmatli qildi. Lekin qimmat emas, qizlar.
siz bu pullarni qaranglar, har kuni 100 ming, 200 ming ketib qoladi. Dorilarga, qanaqadir kerak emas narsalarga-da. Bu kursi siz nafaqat 9 oylik homiladorlikda tug'ib bo'lganingizdan keyin yillar davomida xizmat qiladi. Agar uni sochib yuborsa, bu kurs har oy 5-10 mingdanda. Agar sizni o'ylang, hech qanaqa narsa bilimdagi ko'p xizmat qilmaydi. Yo'q, harakat qilib ko'ring. Juda ham agar qattiq xohishingiz bo'lsa, keyin tabiiy to'xta yana ikkita tug'sa bo'ladimi? Ikkita kesirvadan keyin. Men sizga ishonaman. Agar sizda sog'lom, kuchli tanangiz bo'lsa va choklaringiz bitgan bo'lsa, endi vrach bilan tug'dirmoqchi bo'lsangiz, shunaqa vrach bo'lsa, o'ziga ishongan, bemalol mumkin deb o'ylayman. Tug'ruqqa tayyorman, lekin dard kelmadi. 41 haftalik, 43, agar soppa-sog' bo'lsangiz 43 haftagacha norma. 100% bilan tug'ish mumkin. O'zi 9 oygacha tepaga ko'tarilishi mumkin 100%. Shuning uchun agar kichkina srok bo'lsa, xavotir olmang. Tak. Qizlar, rosa ko'p savol, hammasiga ulgurmayman javob berishga oldindan. Kursimda o'sha tarif bor. Yaqinda tug'adiganlar 2-3 kunda eshitib bo'lish, 2 kunda даже eshitishga ulguradigan intensiv tarif bor. U yerda прям juda ham mo'shniy bilimni 4 soatli darsda berganman. Прям eshitsangiz, прям vuh qilib ichingizga tushadi. Xotirjam vrachga ketasiz, doktorga ketasiz. Lekin 200 ming ko'proq, masalan, intensivlarga shunaqa yoqyaptiki, даже tug'ib bo'lgan bo'lsa ham premiumga to'lov qilishyapti. U yerda ham homiladorligingizga 8 ta darslik yengil, qushdek yengil homiladorman moduli bor. U modulda siz mashq qilasiz, sizni hamma yo'llaringizni ochadigan, shuningdek homiladorlikni qanaqa noto'g'ri xatolarsiz, qo'rquvlarsiz xotirjam o'tkazish haqida bilimlar berganman. Hozir va shu yerda yashash, keyin va u yoqda вообще ko'p zo'r narsalar gapirganmiz. Xotirjam homiladorligingizni mazza qilib o'tkazasiz. Undan tashqari 8 dars tug'ruqqa tayyorlanish. Uni Balidaligimda tug'ib bo'lib srazu kursi yaratganman, chunki tug'ib bo'lib energichniy bo'lib, u premium tarifi ichida уже 16 ta darsmi, plus intensivdagi 3 ta kuchli darsim, plus tug'ruqdan keyin tiklanishga ham bag'ishlangan bitta dars bor. Chunki tiklanish rosa muhim. Agar to'g'ri tiklanmasa, ayol kasalmand bo'lib qolishi mumkin. Chunki aynan to'g'ri tiklanishga bog'liq uni butun umrli sog'lig'ingiz tug'ruqdan keyin qanaqa tiklanishingizga bog'liq. O'ylang, butun umrli sog'lig'ingizga siz investitsiya qilyapsiz. Butun umr sizga xizmat qiladigan narsa вообще menga aytdim, mana o'qiganlar $1000 turish kerak deyapti. To'ppa-to'g'ri hisoblayman. Men o'ylayman, balki keyingi safar shunaqa qilayman. Chunki men naborib tushirdim-da narxini, aslida bu tushirilgan narx. Bular har biri 1,5 million, homiladorlik ham alohida 1,5 million, bu 1,5 million. O'zi 4 millionga borardi bu kursimning narxida. Butun umrli xatolar. Chunki mana yaqinda bitta qiz yozdi. Jo'rapo, men pressga mashqlar qilganman tuqqanimdan keyin. Endi turolmayapman o'rnimdan. Bilmagandek bu qiz qanaqa to'g'ri tiklanishi. Вообще mumkin emas press mashqlari. Vobshim zapret. Tuqqandan keyin eslab qolinglar. Hozir 39 hafta. Siz bunaqa zapretlar rosa ko'p. O'sha hammasini o'rgatganman-da. Shuning uchun ovoz eshitilmaydi kimdirga. Ko'pchilik tug'ruq eng yomon azob deb. Yo'q, azob emas, tug'ruq eng lazzatli narsa bo'la oladi. Men tug'ruq haqida o'ylasam, bayramda eslayman, aynan 3-tug'ruqimni. 1-2 tug'ruqimda qiynalganman, lekin minnatdorman. Hikmat, ular faqat hikmat, chunki menga dars bo'lgan. Aynan 1-2 qiynalganim uchun ham shuncha ustimda ishlaganman va bu bilimlar hayotimga kirgan. Chet elda tinmasdan kurslar o'qiganman. Mana ikkinchi farzandim 8 yosh bo'lganda 3-chimni tug'dimda, 8 yillik pererif bo'lgan, 8 yil o'zimga berganman vaqt. Psixologik miyam bilan ishlaganman, tabiiy bilimlar olganman.
Bu bilimlarni hammasini sizlarga berganman. Bu 8 yil qiynalib, necha ming dollar to'lab olgan bilimlarimda sizlarga shunaqa qulay zo'r narxga berdim, chunki siz mani prosta bilim ham bermadim, men tajribalarimni berdim. Ya'ni bu bilimlarni ishlatdim o'zimga. Tug'dim shu yo'l bilan, qanaqa tug'dim, nimalar, qanaqa xatolar qilish kerak emas, hammasini aytdim. 39 haftaman, belgilar yo'q. Kuting belgilarni. Birinchisiga ketsirova bo'lganman, keyingisini o'zim tug'ishim mumkinmi? Mana mavzu bo'yicha savol ekan. Umuman olganda bemalol mumkin. Lekin har bitta ayol individualniy organizmi tekshiruvdan o'tilgandan keyin choklaringiz tekshiruvdan o'tilinadi. Общий holatingizda qanaqadir ham sababli bo'lsa, kechirib aytilishi mumkin. Kechirib prostacha vrachlar ham bunaqa, agar ayollarni ko'ryapti-yu, vohma qilib xato qilib tashlayotganini, tinchgina kechirib qilgin. Masalan, bir xil farzandi 4 ta qizdan keyin bitta o'g'li sabab yo'q, lekin tinchgina kechirib qilgin. Bu ayol hozir o'zini noto'g'ri tutib qolsa, chunki ayollar noto'g'ri tutib qoladi. Men o'zim birinchi, ikkinchi farzandimda vobshe oyog'im mana shunday yopib olganman, chunki o'zim xohlamaganman, avtomatik qo'rqqanimdan. O'zingiz xohlamasangiz ham o'sha tug'ruq paytida shunaqa o'zingizni tutaverasiz-da, bolani boshi ko'karib chiqqanda, gipoksiya bo'lib qolgan o'g'lim. Men rosa aybdorlik hissi bilan bitta ayol nevropatolog tanishim bilan gaplashib o'tirganimda, aybdorlik hissi bo'lmasin, Diyosh deyapti-da, bu xavotir olma, hamma ayol shunaqa tug'adi deydi. Men 3-chi farzandim unaqa tug'madimi? Hamma ayolga, demak, shu bilimlar kerak. Hamma ayol farzandi uchun, hatto o'zi uchun, o'zini sevmasa ham, o'ziga pul topmasa ham, farzandini sog'lig'i uchun topish kerak. Shuning uchun tabiiy tug'ruqqa bemalol mumkin, faqat vrach, tabiiy tug'adigan vrachlarni topish. Unaqa vrachlar ko'p, prosta qidirish, nimadir kerak bo'lsa oxirigacha harakat qilish. Birinchi tuqqandan keyin to'g'ri tiklanmagan bo'lsa, ikkinchilardan keyin to'g'ri kursingizni o'qib, keyingilarni to'g'ri tiklansa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Как раз tug'ruq bu yangilanadi, organizm yangitdan joylashadi. O'sha qanaqa yangitdan joylashishini o'rgataman. 500 kamida dorilar uchun, 500 ming mana kamida dorilar uchun ketar ekan. Ammo bu bilimlarim 1 oy emas, 2 oy emas, 3 oy emas, butun umr dorilarsiz yashash imkoniga ega bo'lasiz. Chunki siz bu bilimlarni hozir oldingiz-u, boshlaysiz-u, keyin meni bilimlarimga ixlosi tushadi, keyingi tabiiy onalik bilimi. Tabiiy onalikdan keyin bo'pshim aptechkalarni tashlab yuborasiz. Oilaviy chiqib ketasizlar. Men garantiya beraman, chunki men bilaman-u oldingi mijozlarimni qanaqa. Men endi Xudodan, конечно, hammasi Xudodan deyman, lekin natijalarini ko'ryapman-u ayollarda. Chunki rosa oson hayot. Prosta biza qo'rqqanimizdan, vohmadan shunaqa bolamizni ham, o'zimizni ham ichimizda aptechka qilib qo'yamiz-da. Chunki dorilardan chiqib ketadi meni energiyam yuqqanidan keyin. Atrofimdagi mijoz, men 7 yildan beri o'sha o'rgataman. Bu bilimlarni 7 yil bo'ldi, ishonasizlarmi? Shuning uchun ham natijalarim rosa ko'p natijalar bilan bo'lishaman shu kanalda. O'qib chiqinglar, bir tepada rosa ko'p. Oldingi kurslarimda o'qiganlarni men bilan adminlaringiz bog'lanishsin, men ham qatnashmoqchiman. Tabriklayman, Dilafruz. Kursingizda tug'ruqqacha mashqlar ham berasiz. Voy, shunaqa zo'r mazza mashqlar berganman. U mashqlardan hattoki ozish uchun foydalanishgan tug'maydigan ayollar yozilishadi. Mana anaqalarim, meni taniganlar, oldingi kurslarimni o'qiganlar, o'sha natija olganingizdan keyin hamma kursimda o'qigingiz kelib qoladi. Qanaqa kursingiz bor yana deysiz? 3 oylik homiladorlikda ham, hattoki tug'ruq paytida ham ishlatilinadigan mashqlar. Ham mazza, ham tug'ruqingizga polniy organizmingizni kuchli qilib turadi. Chunki tug'ruqqa kuch kerak-da. Taningiz kuchli bo'lishi kerak. Ayollar slaboy bo'lib borishadi tug'ruqda. Kuchli bu shu ham farzandingizga u mashqlardan, farzandingiz mazza qiladi u mashqlardan, chunki farzandingiz qancha ko'p harakat qilsangiz, shuncha ko'p unga zo'r kislorod yetib boradi. Kam qon, kam harakat ayollarda bola
kislorodda qiynaladi, gipoksiyada. Уже homiladorlikni o'zida уже gipoksiya boshlanadi. Shuning uchun shunaqa zo'r, oson, kuniga 5 minut, 10 minut ketadigan mashqlarni o'rgatganman. Kengayganda ham bo'lib ketadi shekilli, qarshimasa ham menda sonlarim, boksilarim, hatto ko'krak ham shunaqa chiziqlar ko'p. Har kuni butun tanaga dushdan keyin nam, suvli tanangiz bo'lganda olivka, zaytun yog'ini tozasini sotib oling. Korzinkalarda bor. Extra virgin deb yozilgan bo'ladi, tozasi. Extra virgin, eslab qolinglar. Extra virgin degani bu bokira, sof yog' deganida. O'shani prям qoringa, anaqa faqat qinga mumkin emas. Hamma yog'ingizni suring. Kelasi anaqalarni, chunki u vitamin E si kuchli-da, olivkovoy matlardan. Vitamin E aynan terimizni elastichnostiga javob beradi. Ko'pchilik voy qimmat ekan deydi-da, ichi yopadi-da o'zini. To'xtab tur, harakat qilib ko'ring, balki o'xshayar deb ko'ring. Kursimga. Men balki o'xshayar, hozir harakat qilib ko'ring, so'rab ko'ring. Yo'llari bordir. Alloh ko'rsat menga yo'l, agar menga xayrli bo'lsa. Mayli, xayrli bo'lmasa, umuman berma bu kursni. Lekin xayrli bo'lsa, Alloh вообще ko'pda, uni imkoniyatlari biz ko'rmaymiz-da, biz o'zimizni bechora deb o'ylaymiz. Bechora emasmiz, biz har doim Xudoga murojaat qilishimiz mumkin. Har sekund bizga yordam berishi mumkin. Просто bo'ldi, qimmat, bo'ldi, aniq olmayman desangiz, всё. Bo'ldi, sizga hech nima kelmaydi. Lekin, to'xtab tur, men rosa xohladim. Balki o'xshayar, men loyiqman, farzandim ham loyiq. Eng yaxshi bilan. Mani qornim umuman yetilmagan, chunki men rosaligam, mana qorin yetilmasligi sirini bugun ham bermoqchi edim o'zi как раз. Menda yetilmagan, chunki menda o'zi quruq-da, men rosa tanam quruq. Teriga bog'liq deyishingiz mumkin. Menda terim quruq, shuning uchun ham menda tez yirtilish bo'ladi-da, bilaman. Menda mana shunaqa 16 yoshimda semirib ketganimda po'pilarim mana shunaqa tanamda yetilishlar bo'lgan edi. Shuning uchun qornim ham yetilib ketishi ehtimoli kuchli-da. 3 farzandimda erinmasdan, homiladorligim birinchi kunidan boshlab erinmasdan olivkovoy moq sururardim. Rostdan ham qornimda, mana po'palarimda qolgan o'sha semirganim, 16 yoshimda semirib ketganman. Amerikaga borib yashaganimda, Amerikaning ovqatlari reski semirtirib yuborgan. Ularda gormon ko'p-da Amerikada. Yirtilib ketgan po'palar. Endi qornim yetilmagan, chunki homiladorlarda asosan qorin yetiladi. Вообще qornimda yirtilish yo'q. Shuning uchun bu ishlaydi, qizlar. Faqatgina men masalan kanda qilmayman deyman, nimadir ixlos qilsam, har kuni surardim. Hamma yog'imga surardim. Shu yirtilish ehtimoli bor joylarga, ko'kraklarimga ham surardim. Именно sof yog'i dushdan keyin quruq terga mumkin emas-da yog' surish. Chunki quruq terga sursangiz, battar quritadi yog'. Ichiga kirmaydi, lekin nam ter bo'lsa ochiladi-da. Teshikchalari nam terda. Shuning uchun yog' o'sha teshikchalar orqali teri ichiga kira oladi. Shuning uchun ham aynan nam dushdan keyin ho'lroq terga surib, har kun sursangiz, sizlarda ham yetilmasin. Tak, rahmat, rosa qo'rqyapman, agar yana o'zim tug'ilmasam-chi deb. Allergiyaning asl sababini topa olmayapman. Hamma narsaning sababi ruhiy, o'zimizni qanaqa his qilganimizda, qanaqa hislar, qanaqa emotsiyalar ichimizda. Shuning uchun o'zingiz topa olmasangiz, psixologga murojaat qiling. Menga murojaat qiling. Men qimmatli qilsam, boshqa psixologlar yordam bera oladi. Chetdan nazar olasizda, chetdan qarashadi-da. $15-20 million darslar seva to'lov qildim. Rahmat sizga, Ziyoratchika. To'g'ri, Manzura, aslida $1000 ga ham bemalol sotsam bo'lardi, boylar olardi-da, faqat. Men eng minimalniy necha pul qila olaman dedim. Masalan, uni 500 mingga qilsam ham og'rinardim, chunki ichida shuncha bilimda, buncha ko'p necha ming dollarlar ketgan bilimim, вообще sud, то есть qadr narxiga yarashadi ichidagi bilimlar. Extra virgin, bu yirtilishlarni qanaqa qilib yo'qotsam bo'ladi? Yirtilishlar qiyin juda ham yo'qotish.
faqat plastika qilish. Seving taningizni, seving. Manda ham bo'lgan edi gemoroy, hozirgacha bezovta qiladi. Bu ham tug'ruqqa asorati. Mana gemoroy o'ziga qancha pul ketadi. Mana qaranglar. Gemoroy bo'lmaslikka asosiy sababi ayollar o'sha u ham vohmaga tushib, slishkom panikada kuchanib yuborganida. EJKga qanaqa qaraysiz? Endigilar, ko'pchilik EJK qilganlar keyin afsuslanib qoladi. Ya'ni bola xohlab qolsa, o'sha orqaga yo'l bo'lmay qoladi. Uzum yog'ichi yetilishlarga qarshi deb. Uzum yog'i ham rosa zo'r yog'. Sevaman uzum yog'ini. Chunki u yengilda tana shim bo'ladi. Mana qizlar, Jarapo, men birinchi tug'ruqim Kesarova bilan bo'ldi. Keyin menda allergiya, bolamda ham difbakterioz, bolamni emiza olmadim, sun'iy sutga o'tib ketdim. Mana shu tug'ruqimdan keyin tabiiy o'zingiz emizish bilan muammolaringiz bo'lmaydi kursimdan keyin. Chunki men emizish bo'yicha ham bilimlarga egaman va bilasizlar, sun'iy sutlarga iltimos menga yordam bering. Konsultatsiyamga yoziling, allergiyangiz sababini topishimiz kerak, Nilufar. Hozir men bilmayman, chunki u sababi bor. Sababini butun hayotingizni o'zgartirishingiz kerak. Qaysi kasallikdan xalos bo'lgingiz kelsa, butun hayotingizni o'zgartirishingiz kerak. Demak, hayotingizda sizni qiynayotgan masalalar bor. Allergiya bu har doim bizni ruhiy holatimizning aksi. Allergichni odamlar sababini, nima ularga asabiga tegyapti, shuni sababini topib, o'shani o'zgartirib yordam berishga tayyorman. Qarang, lekin mana shu sun'iy qarshilarga ham kamida har oy 1-2 million ketib qolar ekanda. Вообще qimmat ekan u qarshilar. Men umuman qarshilarga pul ketmagan. Chunki siz tabiiy tuqqaningizda emizish bilan muammolaringiz bo'lmaydi odatda. Stress bo'lmasa, stressdan ham sut ketib qoladi. Tug'ruqda juda katta og'riq, ruhiy og'riqlarni o'tagan ayollar suti ketib qoladi. Asl sababini bilmayapman. Bo'ldi, Nilufar, sizga javob berdim. Homiladorlik davridagi bel og'riqlari nima sababdan bo'ladi? Umurtqaga nagruzka bo'ladi. Shu homiladorlik davridagi bel og'riqlarini oldini oladigan mashqlarni beraman. Homiladorlik modulida. Lazzatli tug'ruq kursimda homiladorlik moduli bo'ladi. Shunaqa bel og'riqsiz o'tkazasiz. Вообще qushdek uchib o'tkazasiz homiladorligingizni. Shuning uchun hozir agar siz homiladorligingizni boshida bo'lsangiz, обязательно qo'shiling, chunki 9 oyingiz umuman butun hayotingizga esda qoladigan homiladorlik bo'ladi. EJK haqida aytdim-ku, qanaqa qarashim, Shahlo, aytdim. Taxikardiya ham bor, shuning uchun Kesarovani. Taxikardiya bo'lsa, balki rostdan ham kuchlidir kasallik. Kesarova mana shunaqa kasalliklar paytida qo'l keladi. Shuning uchun ham u Kesarovani aynan ayollarda jiddiy muammolar bo'lsa, Kesarova qilish o'rinli deb o'ylayman. Demak, taslim bo'ling, Alloh sizga shuni. Конечно, boshqa vrachlar bilan ham gaplashib ko'ring, balki qaysidir vrach yo'q, anaqa qilsang bo'ladi, tuqsang bo'ladi der. Lekin 3ta, 4tasi, 5tasi shunaqa desa, to minnatdor bo'ling shu Kesarova borligiga, sizni hayotingizni saqlab qolayotganiga, farzandli bo'lishga yordam berayotganiga. O'quvchilaringizga havasim kelyapti. Sizga ham nasib qilsin. Harakat qiling. Uyga odam keldi, eshitmay qoldim. Tug'ruqqa oz bo'lsa ham dardni yengishni biron tavsiya bering. Iltimos, men rosa harakat qildim, kursizga o'qishga, lekin bu 1 minutlik aytiladigan narsa emasda, sizning miyangiz полный o'zgarishi kerak. Полный bu hatto bu 4 soatlik o'sha bilimlarni hozir aytganim bilan yordam bera olmayman. O'zingizni bo'sh qo'ying desam, misol uchun o'zingiz bo'sh qo'ya olmaysiz-ku. Umuman qattiq qilmang passivizda desamda,
unga kelish uchun ayol miyasidagi hamma tug'ruq haqidagi qo'rquvlardan xalos bo'lish kerak. U 4 soatlik kamida informatsiyada uni birma-bir qayta eshitib joylashtirishingiz kerak. Shuning uchun hozir har doim mana shu kurs intensivdagilar уже o'qishni boshlashda. Biror bir muddat belgilasangiz, shu muddatgacha narxini bo'lib to'laylik. Iltimos. Bemalol o'qiy olmaysizda, to'lash kerak deb o'ylaysiz. Bu bir. Ikkinchidan men shunaqa qilganman. Ko'p aldab ketishgan. Shuning bunaqa qilmayman boshqa. Bilaman, siz unaqa aldab ketmasligingiz mumkin. Bu menga dars bo'lganda, o'zimni qadrlash darsi. Endometriozni davosi bormi? Hamma narsaning davosi bor. Hamma narsaning tabiiy davosi bor deb his qilaman. Faqat inson izlanishi kerak. O'sha oson. Tabiiy saqlanish ichidami kurs yo tabiiy saqlanish alohida katta kurs, 2 oylik kurs. U вообще hukumat turadi, chunki qunt bilan o'rganiladigan kurs. Uni bilmayman, chunki bola bo'lib qolishi bu jiddiy narsa, yaxshilab o'rgatiladigan kurs. Shuning uchun ham uni alohida e'tibor bilan o'rgataman. Lekin qimmat emas narxiga yarasha, chunki siz butun umr, masalan, 10 yildan berimi tabiiy saqlanaman, 10 yildan beri bir marta ham ginekologga pulim ketmadi-da. Na yo'l kiram ketmadi, na doriga ketmadi. То есть уже 12 yildan beri. Ikkinchi o'g'lim tug'ilgandan keyin boshlanganman. O'g'lim hozir 10 yosh. 10 yoshdan beri bo'lsa, bu ham Regulonlarga har oy necha pul ketadi? Regulon degan dori bilasizmi? Saqlanish dorisi. Milliard so'mimni menimcha уже ekonom qilgan deb o'ylayman-da. Shuning uchun ham arziydi o'qishga. Unga alohida e'tibor, alohida vaqt, alohida mehnat, alohida qunt kerak. Qunt qilmaydigan, o'zi uchun vaqt topolmaydigan ayollarga uni tavsiya qilmayman. Lutchi tinchgina spiral qo'ydiring deyman, chunki bu kurs aynan o'zini judayam qadrlab, kim nima desa ham o'zi uchun vaqt ajratadigan ayollar uchun. Ko'p ayollar o'zi uchun vaqt ajratmaydi-yu, faqatgina kimdir fikri, qaynonasini yoki boshqalarni obro' uchun yashaydi. Men uchun obro'dan ham muhim sog'lig'im va farzandlarimning sog'lig'i. Shuning uchun ham bu kurslarga rosa ko'p mehnat qilib o'qiganman. Minnatdorman o'zimga. To'g'risi, kimdir menga to'g'ri qiyin desa, bir ham mazza qilyapman. Rostdan ham shunaqa. Agar tayyor bo'lsangiz, bola suvi xira bo'lishning sababi nima? Bolaga zarari bormi? Bo'ldi qizlar, men tugataman sekin. Mana oxirgi savol, mana qarang. Mana shunaqa bilimlar rosa ko'pda homiladorlik kursida. Mana 2 marta o'ralgan ekan o'qiga. O'zim tug'sam bo'ladimi? Mana shu ham bu joydan qo'rquv. Hozir mana shu qiz ham qo'rqib KSVga borishi mumkin. Mana shunaqa millionta deb bunaqa ayollar. O'ralganlik bu umuman muammo emas. Bu вообще bolaga xalaqit qilmaydi. Chunki bola kindik orqali nafas oladi, bu yoq orqali nafas olmaydi. Ko'pchilik ayollar, men misol uchun tabiiy tuqqanman, o'qiga o'ralgan bo'lgan. Birinchi farzandim ham, ikkinchi farzandim ham. Bu muammo emas. Mana shunaqa bilimlar rosa ko'p. Shunaqa muammo emas, yechilib ketadi miyangizda. Pak miyangizda yechilib ketadi. Вообще hayotga nafaqat hamma narsaga oson yechimlar beraman-da, chunki o'zim hayotimda qiyin narsalarni yoqtirmayman. Hamma narsaga shunaqa pul emasdan, mana shunaqa osonlashtiradigan bilimlar olaverganman-da, chunki bilganman, voy, biling, mana o'qi o'ralganligidan xavotir vahmaga tushib, o'ziga chiqaverardim. Keyin уже mana shu bilimlar olganimdan keyin bilganman, o'qiga o'ranish ham bu umuman qanaqadir ham muammo emas. Ko'p farzandlar shunaqa, tabiiy tug'iladi, u odatda umuman xalaqit qilmaydi. Chunki u faqatgina qon orqali nafas oladi.
tug'ilib bo'lgandan keyin уже havoni nafas olishni boshlaydi. Mana shunaqa miyada millionta qo'rquv bor. Mana shuning uchun ham kursimda bittada emas, masalan, qo'rquvlaringizdan xalos bo'ling desamda, hozir o'rgatib yuboring bittada nima qiling, qo'rquvlaringizdan xalos bo'ling desam, siz anaqa har bitta qo'rquvni yechib chiqqanmiz-da kurs davomida o'shalarni eshitaverishingiz kerak-da. Birma-bir yechilib ketadi. Shunaqa narsalardan qo'rqmay qolasizmi? Уже voy bemalol tabiiy tug'olarkanman deb o'ylaysiz. Mani kursimda uyda tug'ish uchun yozilishdi. Aslida ayol shunaqa holatga kelib qolasizki, uyda tug'asizmi, больницаdan farqi yo'q, любой joyda уверенно, xotirjam, qo'rqmasdan tug'adigan darajada tayyor bo'lasiz. Agar hamma shu 19 ta darsni yaxshilab eshitib chiqqaningizdan keyin aslida o'sha 4 ta dars, intensiv darsdagi 4 ta dars ham yetadi-da, lekin mana mijozlarim bor. Uyda tuqqan. Ketamizmi, Ajosh? Xo'p. Uyda tug'ishganda shu bilimlarni olib, men ularga aytmaganman, uyda tug'inglar demak, hech kimga uyda tug'ishni maslahat bermayman, chunki ayol o'z qalbiga solgan ishni qilinglar deyman, farqi yo'q deyman. Doktor просто tayyorlaning, kursimda o'qing, sizga farqi yo'q bo'lib qolsin, doktor bilanmi, doktorsizmi, siz zo'r tug'ishingizga uверен bo'lsangiz va tug'ish jarayoni mas'uliyatini o'zingizga, doktorga bog'liq emas deyasiz. Doktor hech kim uchun tug'ib bermaydi, o'zingizga bog'liq. O'shani olsangiz to farqi bo'lib qoladi, lekin uyda tug'ruq bu anaqada. Men uchun вообще bayram bo'lgan, chunki men o'zim rosa uyalchan ayolman. Uyalchan deganim yonimda kimdirlar bo'lishi, men yolg'iz o'zim yaxshi ko'raman-da. 3-farzandimda, shuning uchun uyda tuqib kelib qolgan. Bo'lib to'lasa bo'ladimi? Уже kurs boshlanguncha 100% to'lov qilish kerak. Hamma narsani oson yo'lini qidirib yuraman. Men ham xuddi menga o'xsharkansiz, arab tilidami? Men ham hamma narsani oson va tabiiy yo'lini topganman deb o'ylayman. Misol uchun, o'sha 10 yil oldin o'sha qizimdan keyin 1,5 yildan keyin o'g'lim tug'ilib qolgandi. O'ylanglar, 2 yilda 2 ta farzand bo'lib qolgan menda. 2 yilda 2 ta farzand. Уже organizm charchoqmi? Yo'q, men уже срочно tabiiy saqlanish metodini qidirib qo'yganman. Keyin aytganman, yo'q, temir xohlamayapman tanamga, gormon, sun'iy narsa hech nima xohlamayapman deganman-da. Tanamni hechkim sevardim. Mana shu narsa oson tabiiy saqlanish metodini kelib qolgan. Ko'rdingizmi? Sizni zakazingizga bog'liq Xudo sizga berar ekanda. Agar siz Xudodan so'ramasangiz bermayar ekan. Lekin so'raveraman. Ko'p narsa so'rayman, lekin minnatdorchiligim ham kuchli. Bermasa rosa shikoyat qilmayman, isyon keltirmayman. Harakat qilaman isyon keltirmaslikka. Ja o'zimdan unaqa yasab olmay, farishta. Bir xillari og'rinaman, nima narsa o'xshamayapti. Keyin aytaman, o'zimga eslataman. Demak, Xudo menga hozir Xudochevar, Allohchevar, u faqat zo'r narsalar menga beradi. Bermayaptimi demak, menga kerak emas. Faqat men aytaman, Xudo menga xayrli bo'lsa bergan, bermasan ham roziman. Masalan, kimdir уже shu kursga puli yetmasdan aldov yo'li orqali shu kursimni ko'pchilikka sotish orqali, mana shunaqa yo'llar orqali xohish qilishibdi-da, eshitib qoldim. Bu ham Xudoga isyonda, lekin bu ham to'g'ri. То есть Xudo o'zi ularga ham shu sinovlar orqali o'rgatadi. No, aslida esa nimadir bermasa ishona olishimiz kerak. Demak, hozircha bu bilimlar balki qiyindir sizni miyangizga qabul qilish. Balki tayyor emasdir. Mana shunaqa bo'ladi bir xillar, masalan, bir xil bilimlarga men ham pulim yetmaydi, o'ylayman, demak hozir hayotimda qo'llashga menda kuch yo'q shekilli, shuning uchun Xudo mana shu bilimni ochmayapti deyman. Masalan, bir xillar $1000 bilimlar xohlayman, lekin pulim ishlatilib ketadi boshqa joyga-da. Keyin yana aytaman, mayli, demak hozir bu narsa menga xayr olib kelmas ekan deb eslataman. Agar xayr olib kelsa, 100% harakat qilardim. Harakat qilishga ham kuch kelmaydi. Bir xillari orzuyingizga. Assalomu alaykum Jalpa, birinchi bolamni juda ko'p razriv bilan tuqqanman. Keyingisini razrivsiz tug'ishning iloji bormi? Bor. Men birinchi, ikkinchimni
birinchim rosa ko'p razriflar bilan tuqqanman. Ikkinchimda ham bo'lgan, ikkinchimda kamroq bo'lgan, chunki orasi kam bo'lgan. 1,5 yildan keyin. Uchinchim вообще bo'lmaganman, chunki razrif tug'ish mumkin agar siz tug'ruqqa tayyorlanish bilimlarini ega bo'lsangiz va o'zingizni to'g'ri tutib bersangiz, umuman razrifsiz tug'ishingiz mumkin. Вообще soppa-sog' tug'ilishi mumkin. Shuning uchun razrifsiz tug'ish uchun esa siz tug'ruqda o'zingizni zo'r mazza tutib berishingiz kerak. Qo'rquvlarsiz tik boqib, qo'rquvlarsiz tik boqish uchun esa siz tug'ruqqa tayyor bo'lishingiz kerak. Bilimingiz bo'lishi kerak tug'ruq haqida, tug'ruq jarayoni haqida. Qo'rquvlaringiz bo'lishi kerak emas tug'ruq haqida. Mana shu hammasini o'rgatganman. Qaysi oyat suralarni aytaylik, Xudo bilan gaplashing. Men oddiy tilda gaplashaman. Men o'zim ichimdan, qalbimdan chiqqan gaplar bilan gaplashaman. Har doim u javob qaytaradi. Qaysidir inson orqali, qaysidir bilim orqali, qaysidir anglash orqali, qaysidir yechim orqali bir kunda javob qaytaradi. Tugata qoling Jo'rapo. Nimaga chiqib ketmayapsiz? Qizingiz kutyapti, voy asallar marjon seni kutyapti deb. Qizim tug'ilgan kuniga pul yutib oldi. Pul yutib olmadi, pul berishdi. Tug'ilgan kuni 5-sentyabrda. Lekin o'sha pulni sovg'a olish kerak o'ziga. Hech vaqtimiz bo'lmayapti. Bugun boramiz sovg'a olishga, hamma pullarni sarflashga, chunki hamma unga pul sovg'a qildi. Hozir Maryam uxlayapti. Maryam uxlaguncha biz hozir kiyim olib, keyin Maryam uyg'onishi bilan chiqib ketamiz. Maryamsiz boramizmi? Maryamni olib ketamiz. Qizingiz birinchi o'rinda turadi. Men birinchi o'rinda turaman. Hozir. Assalomu alaykum. 36 haftadan keyin zaytun yog'ini qorin past va qinga surkash mumkinmi? Men qinga surkaganimda mana shuncha bo'lib qolganman. Surkab ko'ringlar, balki sizlarda bo'lmas. Bo'ldi qizlar. Menga o'zi belgi berishyapti. Qizingiz kutyapti deb. Mayli, rahmat har biringlarga. Yaxshi ko'raman. Minnatdorman hayotimda borligingiz uchun. Shunchalar savollaringiz uchun, shu kanalda kuzatayotganingiz uchun, shu bilimlarni olib minnatdor bo'layotganingiz uchun har biringlarga rahmat.